Mana hozir biz aktuator ochdik. Bu aktuator darvozalarga qo'yiladigan aktuator. Motor aylanadi. Mana shestronga qo'shiladi. Mana zubchik bor mana. Buni aylantiradi. O'rga pastga tushib, mana pastdagi shestronga aylantiradi. U mana uni aylantiradi. Mana ichida shpilkasi bor. Mana shu shpilka aylanib, mana u ikkinchi qismni kirgizadi, chiqaradi. Mana shunaqa ishlaydi. Buni ochdik. Ochishimizdan sabab ishlayotgan paytda qotib qolardi-da, darvoza ochilsa, yopilmaydi, yopilsa ochilmaydigan bu qotuvdi. Ochib, mandagi o'zini eski moyani olib tashlab, polni litos surib, hozir yopyapmiz. Shunaqa. Buni endi yopishda masalasi qiyinchiligi bor, ya'ni mana kirishga joyiga tushmaydi. Menda ham hozir shunaqa muammo bo'ldi. Men yechimini topdim. Mana ko'ryapsizlarmi? Shunaqasi. Stopper deylik, mana shunisi bor. Mana shu teshikka kirish kerak stopperga. Kirmasa yopilmaydi. Ikkinchisi, buni men to'g'irladim. Endi bu taraf yopilmay qoldi. Mana zasi ochiq qoldi. Bitta ikkita stopper bor, mana motorga kirish kerak. Ya'ni bu stopperlar mana uni aylanib ketmasligi uchun, bu stopperlar motorni o'zi aylanib ketmasligi. Ya'ni bu yoq qotib qolsa, kuch bor. Mana motorni o'zi aylantirib simni uzmasligi uchun mana shu stopper qo'yiladi. Mana shu stopperga e'tibor berib, teshikka tushirib yopish kerak. Mana teshikka tushirib yopdik, joylashdi hammasi. Endi boltlarni qotirib tashlaymiz. Groberning shaybasi bilan hammasini qo'yib chiqamiz. Endi qotirib chiqamiz. Bu bittani yoqdik. Mana kirishni boshladi. Oxiriga yetib keldi. Bo'ldi. Endi o'zi aylanishni to'xtatsam, mana bu yoq aylanib ketadi. Endi buni polyarnisni o'zgartiramiz. Polyarnisni o'zgartirdik. Mana plyus minusini. Mana aktuatorimiz endi chiqib kelyapti. Bu oxiriga yetib keldi, aylanadi endi. Agar qo'l bilan ushlab to'xtatsam, bu yoqqa aylanib ketadi. Ya'ni oxiriga kelganini bildiradi bu.